Assalomu alaykum hurmatli Avtogo obunachilari. Bugun sotuvga qo'yadigan mashinamiz o'zimiz haydab yurgan Captiva'mizni sotuvga qo'ymoqchimiz. Bu videoni faqat Captiva olaman, minaman deganlarga jo'natib qo'yasizlar, savdogarlarga emas. Chunki mashinamiz narxi ozgina balandroq. Chunki mashina yaxshi bo'lgani uchun balandroq narxda qo'yibamiz. Mashinamiz bilan tanishtirib o'tamiz. Mashinamiz Captiva 3+ bo'ladi, to'rqilingan. 4 ta balonlari yangi, kraskasi, ikkita detalida pitnovchasi bor. Ichiga o'tmagan kichkinagina pitnovcha. Mashinamiz propan gazlari. Salonlarni ko'rsatib o'tamiz. Ko'zinning yurgan masofalari 93 ming probegda. Mashinamiz umuman rasxoti yo'q. Kecha moylarni almashtirib, hammasini cho'tka qilib qo'yganmiz. 8 oygacha tayinrovka ruxsatnomalari bor. 3 litrli motorda, 3 litrli motor minganlar biladi, bu mashina oldi orqa tortadigan bo'ladi. Ko'p odamga 3 litrli motor yoqadi. 3 litrli motorda 2 tormoz. Bu mashinamizni Avtogo obunachilari uchun 13 ming deb qo'yib beramiz. Pastga egalarining nomerini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Avtogo go.